Dilam bazam bobo. Ya bana usta bu. Qani assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Muncha ko'psizlar. Qani kattalarsiz kim? Gruppa solisti o'zim. Kattalarimiz ham kichkina yosh ekanlar. Xo'sh, qani? Nima ish qilish kerak? Ya, nima ish qilish kerak? Qarang, pianinamiz bor, o'shani cholib berish kerak. Qo'shiq yegankisizlar, ha? Ki har kun ko'proq ovqat qilib qo'yamiz. O'shani yeyishga odam yetmayapti, o'shanga yeb berish kerak. Ya, ishlash kerak-da, ya. Nima qilasizlar boshqa? Ya, usta deb chaqirganmiz, Kiring qani? Ya. Kiringlar aka. Dada bu istola ham tutpoymi nimaku? Ha, butun tutpoyga o'xshayapti. Usta bu, divanez ko'tarilib, Buxoroga ishlagani keldi. Endi zo'r usta bo'lgan ekan ko'tariladi-da. Buxoroliklar zo'r haq beradi deb eshitganman, ha? Ha. Boshlanganmiz oldinga? Boshlaymiz. Usta bu, Labay. menga qarang. Ha. Ey bolalar ko'ryapsiz? Ha. 2 litrli kovlaga o'xshaykan. Bular namlik bilan boshlab ishni. Ya, indama qani, indama. Bor olib kel. Qo'l olib kelin. Azamat, yomon ko'p ishku. Ota, yerda dumalog'ligi bor-ku, tarvuzga o'xshar ekan. Tarvuzga? Ha. Ha. Tarvuz deydi. Chop olib kel qani, olib kel qani, bir ishlash qiziq menga. Olib kel qani. Usta bu ishlarda bor-ku, rastor bilan terishimiz kerak. O'tgan safargida yumalab ketmasin bu. Ha, shuni. Gapni eshitdi. Bu Zokir jo'rangni bor-ku, Damasidagi sambufer bor-ku. Uzunchoq qovunga o'xshaydi.